xabarlar. Assalomu alaykum, studiyada Jasurjon Bekxonov. O'tmishda yashab o'tgan ko'plab ulug' alloma va mutafakkirlarimizning bebaho asarlari, noyob yozma manbalari O'zbekiston taraqqiyotining ma'naviy asosi bo'lib xizmat qiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ushbu fikrlari ham mazkur qarashni isbotlaydi. 10-asrda samarqandlik buyuk mutafakkir Imomu ul Hudda hidoyat yo'lining imomi deb shuhrat qozongan Abu Mansur Maturidiy tomonidan asoslangan Maturidiy ta'limoti butun islom olamida keng tarqalgan. Maturidiy ta'limoti ilm egallash jarayonida bag'rikenglik g'oyasi asosida inson aql zakovatining o'rni va ahamiyatiga yuksak e'tibor qaratadi. Bu o'z navbatida ushbu ta'limotning keng ommalashuvida muhim o'rin tutgan. Bunday g'oyalarga bugungi kunda ham insoniyat katta ehtiyoj sezmoqda. Mavzu yuzasidan Madaniy meros agentligi matbuot xizmati bosh mutaxassisi Ahrorbek Xayrullayev mulohazalari. Yirik mutakallim, faqih va mufassir Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud al-Maturidiy 870-yilda Samarqand yaqinidagi Moturud qishlog'ida, hozirgi Jomboy tumanida tavallud topgan. U dunyodan o'tgach 1944-yilda Samarqanddagi Chokardiza qabristoniga dafn etilgan. Imom Maturidiyning nomi manbalarda hidoyat imomi, kalom olimlarining yetakchisi deb ulug'lanib tilga olinadi. U asos solgan aqidaviy masalalardagi har qanday islohotlarga barham beradigan maktab nomi Maturidiya maktabi al-Madrasa al-Maturidiya deb atalgan. Uning kalom va fiqh ilmlarining turli masalalarga bag'ishlangan qarashlari Kitob al-Tahvid, Tahfilot al-Qur'on, Kitob al-Muloqot, Kitob al-Jadal, Shariat asoslari manbasi kabi asarlarda bayon etilgan. Siz xabarlar dasturini tingladingiz.